Akalar hozir negativchilarning videosini qilib beraman. Qarang, qanaqa bo'ladi. Aka, ustalar gapiraveradi. Konditsionerni filtrini tez tozalab tur deydi. Bu konditsioner bo'lgandan keyin ishlaydi-da. Xonani deydi, chang bo'lib ketadi deydi. Xonada nima chang bo'lishi mumkin? Gapiraveradi. Aka, tozalamang changini. Ikkinchisi agregatini ham deydi, 1 yilda 2 marta yuvib turgin deydi. Garantiyasini berib qo'yibdi-ku. Akalar, biz sizlarga to'g'ri ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xonadoningizda yoki ofisingizda sizni ko'zingizga ko'rinmaydigan changlar bor. Bu changlarni albatta konditsioner o'ziga tortib oladi. Konditsionerning filtrini tozalash qiyin emas. Bir oyda 2 marta yoki 1 marta tozalab tursangiz, bu sizga katta xarajatlar olib kelmaydi. Agar kichkina split konditsioner ishlatayotgan bo'lsangiz, bir oyda 1 marta tozalasangiz yetadi. Lekin bunaqa katta konditsioner ishlatayotgan bo'lsangiz, albatta sizga maslahatim bir oyda 2 marta tozalab turing. Tozalash qiyin emas. Oldi tomonida filtri bor. Filtrni shunday olasizlar, yaxshilab yuvib tashlaysizlar, quritib ham o'tirishingiz shart emas. Solasiz, qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi. Agar bunaqa dumaloq konditsioner ishlatadigan bo'lsangiz, orqa tomonida mana filtrni chiqaradigan joyi bor. Shunda chiqarasiz, yuvasiz, yana joyiga tiqib qo'yaverasiz. Bunda nima bo'ladi? Agar filtrni tez tozalab turadigan bo'lsangiz, changlari radiatorgacha o'tib ketmaydi. Agar radiatorga o'tib ketadigan bo'lsa, konditsioneringiz ishlamaydi. Vaqti keladi, chunki nimaga? Radiator o'zini issiqlik almashuvini bera olmay qoladi. Shuning uchun maslahatimiz tez tozalab turing. Bo'lmasa katta xarajatga tushib qolasiz.